Ah, Qumul shahri. Beşingdan ajab ko'p fojialar va ofatlar o'tdi. Xitoy ofitserining bek qiziq ega bo'lish yomon niyatini ko'pikka aylantirding. O'limalar qo'zg'aldi. Isyon portladi. Hamma odamning og'zida Qumul edi. Qumul chidam g'ayrat, tik turishning simvoliga aylangan. Qumul demak g'urur va sharaf demak. Qumul demak iftixor demak edi. Qumulliqlar bu isil shaharning farzandi bo'lganidan faxrlanishgan edi. Xuddi ajdodlarga o'xshash shaharlarmi mushundoq bir mezgil sha'ni shavkat o'tkazsa, yana ba'zida Allohning koinotdagi eng qadrsiz narsasiga aylanib qoladi. Qumulning qo'zg'olondan keyingi tantanali kunlari uzoqqa bormadi. Qanliq intiqom uchirdi. Baq qasri bo'lsa, o'q yomg'irlarining va g'azabning asosiy nishoni bo'lib qoldi. Kichik beka va boshqa oila a'zolari qasrda edi. Cho'lponmi shu yerda turibdi. Ular qish tayyorliqlari bitib chiqib ketayli deb turishiga Bovding ismli Xitoy harbiy amaldori qasrga bosib kirdi. Ammo yanada jiq askar yo'q edi. Bovding beliga islom qilishning sepini siqimdig'inicha kirib keldi. Kiribla gullikdagi qip-qizil atirgulni purab turgan latofat qizni ko'rib, turgan yerda qetib qoldi. Cho'lpon Bovdingga ma'nilik tabassum bilan qarab turibdi. U tehi ig'iz ochmayla Cho'lpon kulimsirab turib, bizni elish uchun majburlashqa bo'lmaydi. Men shijoatli xizmatlarni yaxshi ko'raman, lekin rahimsiz jallodlardan nafratlanaman, dedi. Bovding uningga hayronlik bilan qarab qoldi. Bu gaplardan nima demoqchidir? Eng avval u kim? Jamoaning go'zalligida shak yo'q. Uningga qaragan har kim maftun bo'lib qoladi. Lekin Bovding hech kimga ishonmaydi. Allohning butun maxluqotlaridan gumon qiladi. Hamma narsaga kuchini ishlatib, qo'pollik, zo'rlik bilan erishishga amroq edi. Askar emasmi? Uning ustiga qalbi uning tarafida. Ammo bu mag'lub musulmonlar Xitoylar bilan to'ylashni rad qildi va shuning uchun qo'zg'olon ko'tardi. Cho'lpon, agar meni majburlab olsang, aqlli saodatni tetiy olmaysan, dedi. Bovding uningga yaqinlashdi. To'g'rilab turgan Qur'onni tushirgan holda, gapingizdan qaraganda birdan o'ltirib may ichishga yo'q demaydigandek qilasiz, dedi. Eski, nima deb yoqdigidekman, lekin odamlardan xijil bo'lyapman, dedi Cho'lpon nozlanib, yuzi qizargan holda. ularni sirtda saqlashga buyurayman. Cho'lpon chiroyini to'shtirib, voy xudoyim, shunchalar odam qarab tursa, hatto haq saqlayotganligini bilsa, ikki oshiq qandoqmi qo'shar bo'larsin? Yo'q, kessin, yiroq kessin. Qasrda men ilib ketmasam bo'lmaydigan odamlar bor. Mana men qasrning xonimi, oldingda paxlandek bo'yin egib turibdiman mana. Bovding askarlarni darhol gazarmaga qaytib ketishga buyurdi. Ularni ketkizibla Cho'lponga qarab, endi bo'lganda go'zalligingiz aqlimni lol qildi, dedi. To'xta, sabr qilib tur. Azroq upa anglik surib, atir chechib, may yelib chiqay. Cho'lpon aldirab ichkari kirdi. Og'chayim, baq qizi, qarindoshlari va boshqa xizmatchilar sarosim ichida un-tinsiz o'ltirishdi. Qumul shahri tun qorong'usiga burkangan. Atrofda vahim hukm suratdi. Cho'lpon baq oilasiga qarab qat'iylik bilan, Qaytishning paydi keldi. Xitoylarning qo'liga asir bo'lib tushib qolmaslik uchun darhol ketishdilar. Har qaysilardan ayrilib, qilib qilishga chidamayman, lekin o'zlari bo'lsa-mu ketib olishdilar. Men u Xitoy amaldarini qo'llab turman. Har qaysilari orqa eshikdan asta chiqib ketishdilar. Biz tayyor qilib qo'ygan harva orqa eshikning yerini saqlab turibdi. Chiqib tog' tarafga qarab miyasdilar. Qaytish yo'llarini qamal qilib olishgan bo'lishi mumkin. Ular bilan to'qinishib qilishdan saqlanishdilar. Chunki birisi bilan to'qinishib qilishsa, butun dushmanlar yo'pirilib keladi-da, hayotlari yoki izzatlari xavfga uchraydi. Men har qaysi uchun o'zimni qurbon qilishga tayyor. Vaqtni o'tkazmay darhol mengashdilar. Xitoy amaldor saqlayotdi. Men uningga may elib chiqay, tez qechishdilar, dedi. Hammaylar unsiz yosh to'kishga boshladi. Vidolashqach öksüp yig'lashdi. Cho'lpon kirpiklaridagi yosh qurilmagan bo'lsa-mu, Xitoycha bir sariq naqshini g'ingshig'at chiqib keldi. Bu bir necha misra naqshini bir qari Xitoy xizmatkordan o'rganib olgan edi. May elib kelgan edi. Xitoy amaldoriga bir qadah may sundi. Bovding qadah shubi bilan qarab qo'yib, qo'pollik bilan titrayotdi. Cho'lpon uning bu qilqidan biror ishini to'yib qolgan bo'lsa kerak, deb cho'chib ketdi va qo'rqqandan chiroyi titrab ketgan holda, "Nima bo'ldi?" dedi.
Zahar silib etken bolsam-çu. Çolpan teliqib qolğuda qaqahlab gülüp ketdi. Bununğa Mesut'a nazarda qarab. Men ahil içip birey. Bu qasr bina bulup, tex birer kişi zəhərlənib ölgen yok. Biz meyli er, meyli ayol bolsun, faqat qilish bilan ilişimiz. Suiqasd bilan emas. Bağdın onunla yakınlaşıp kucaqlab aldı. Çolpan onu yenikten ittirib etdi ve Bəkçiq nərsidən quruq qaldın. dedi. Bağdın Çolpanның nim demekçi bolğanlığını anqırıb dərhal Meni apa qılgın? dedi. Bək keçikdin. Haddingdan aşma. Çolpan Allah'tan başqa heç kimdən qorxmaydı. Lekin bizning muhabbat riştimiz bağlanğan edi-ku. Şək şübhə söygün öldürüdü. Mening ahvolim ehtiyotchan bo'lishga majbur qiladi. Asabiylar nurg'un odamlarni o'ldirib etdi. Lekin men seni yaxshi ko'rib qoldim. Çolpan beşini tik tutup keskin aldı. Benim keçisini körgüm yok. dedi. Bağdın içide oylab atattı. Acayip iş. Bu qızның altıran çaşlarını tutup tapınның astıga ilip desivetişke, nimeni xalisa şunu qıldırışqa küçü yetetti. Lekin qalbi onunğa boysunmay atattı. Onun acayip güzel cemalıga, qılıqlarıga, ötkür, oçuqyörük sözlerge ram bolup qalğan idi. Çolpan, men sana kuyup qaldım. Sen bana razılık vermekçi ketmeymen. dedi. Onunğa keyinli qılıp turgan Çolpan, Arqadan xayin oqı içqi bək ustasılar, bilemem. Lekin men hazır aram eliş üçün xanamga chiqib ketaman. Güzel Melikem. deb yalvurdu. Men Melike emas. Bichara kichik Melike qo'rqinchoq mushukka o'xshash taqqa qechib ketdi. Men amaliyotda bu qasr harmining g'o'jidori. Xolisang meni bu qasrning xonimi deb bil. Beg va oilasini alqinimda o'ynatatdim. Mening kimligimni endi bilgansan? Ular uzundan uzun paranlaştı. Ta ki Çolpan qasr ahalisinin qechib taqqa ulaşqanlıqı göz yetkinge kadar. Onun planı əməlgə aşqan bu qasr və ahalisi üçün məsuliyyətini ada qılğan idi. Hem de onun erkinlik çıxıdğa vaxt gəlgən idi. Çolpanның ətrafında yüz bergen tragediyalar, uruş jaryanında izzət, qadr-qimmatning dəfsəndə buluşu, hakim məhkəməsinin yıqılıb yana qayta tiklenişi, hakimlərinin almışışı, səfər və məğlubiyyətlərinin vəfasızlığı, təşvişlik, piğallıq, yığızarlıq, bidar keçilər onu bəkli çarşatqan idi. Bek ketdi, qaytıb gelmedi. Mustafa ketdi, qaytıb gelmedi. Öpçörüskü dünya hayvanatlar çepişip kişnişidigan, qarın yerib qan yalaydigan, zeminni bulğaydigan hayvanatlar dünyası aylandı. Bütün bulardan qutuluşni, yenikleşni arzu qılatdı. Keyni qarapmı qoymasdan Melike'nin ucursuğa, bu əşəmətlik, mamuq və tavardırdılarla bizilgen köz qamaşdırğıcı ucuruq kirib ketdi. Yasıdaq karvatqa özünü taşlap yatdı və ümitsizlik içində uqtardı. Tam da qızıl, sərix şolular oynab duratdı. Özünü giganət çağlaydıgan Bağdın işik aldıda bir lalmı itdek küçükünüp duratdı. Çolpan onun uruş meydanlarında yürüp unutulup ketken eski qullarını oynaqıtqan idi. Kilsem bolamdı. İşikni teşidin taqib et. Bağdın ixtiyarsız buyruqni baja keltirdi. Birdemden keyin özünün işik aldıda yalqız turğanlığını görüp çöşüp ketdi. Hayasız hissiyatları quturdu. İşikni açıp buqadek üstüle içkeri kirdi. Çolpanның onun bilen karı bolmadı. Kilipli qolunu tutqan idi, yenikkini ittirib etdi. Bugün keçisini körgüm yok. Nega barmanemse? Bütün qasr sening ilkingda. Bu hujradan boshqa xohlagan bir xonaga kirib yotsan bo'ladi. Sizchu? Çolpan öğür turgan yerden vaqirdi. Meni vaqtliq havoyi havasing uchun istaysan. Bağdın nima deyishini bilolmay turib qoldi. Çolpan gapini davom qildi. Bo'ladi. Mening bilan to'y qilgan bo'lsa, amsa Xitoy onun cho'shib qaragandi, gapini to'xtatib oldi. Nima qilay? dinimga kirsan. Dinimiz nima? Musulmonlik. Lekin men degan kommunist. Dinlardan nafrat qilaman. Menmu o'z yaratquchisiga ishonmaganlardan nafratlanaman. Sen qo'mondoningning oldidami xuddi namozda turgandek adab bilan, hurmat bilan qo'l qo'shtirib tursan. Lekin nima deb seni yaratgan zotga itoat qarzingni ado qilishdan bosh tortsa? Bağdın kelangsiz bedenini yenidagi o'ringa tashlab o'tirib javob berdi. Men yaratquchini bilmayman. Bilishing kerak. Merkezden mening bu mutassib qarashlarga ishonganligimni o'qib qolsa, jinim aman qolmaydi. Maxfiy bo'lishini umid qilsan deyli. Shundoq. Ma'qul.
Deginingdek bo'lsin, maxfiy tut. Emsi kelim ha. Nima? Xotuluğumuzni boshlayli. Murosimlar bor tehi. Deyishing kerak bo'lgan ba'zi kalimalar bor. Tushunishing lozim bo'lgan oddiy qoidalar bor. Oldin siqilishga boshladi va cho'lponning qichiq o'rnatamdikin deb o'ylab qoldi. Shunga talablarini ko'paytib, uning xiyoliga kelib qolgan ishlarni qilishga majburlayotgandek tuyuldi. Nimaga buncha avor bo'ldi? Qandoqsiga hozirgisi chididi? Oxiri ichi pushib. Seni bir qo'yni so'ragandek qarorgohimga so'rab opirib, xalqimni qilishga kuchim yetadi, dedi. Qilalaysan. Dedi cho'lpon mansitmagandek mo'rsini qo'yib qo'yib va bir oz arsaldilikdan keyin davom qildi. Kuching yetadi. Lekin o'chaqda sen muhabbat sharobini ichkizadigan ayolni topolmaysan. Xuddi shu qo'yga o'xshash bir vaqt mazalik tomoqqa aylanaman. Bir ayolning teni bilan bir qo'yning teni orasida qanchalik farq borligini sen ayon. Oldin sizlanib o'tirib qoldi. Ajoyib ayol ekansan. Men bu shaharda yuzlarcha odamga o'lim jazosi berdim. Eğer ayol demay o'z qo'lim bilan o'ldirdim. Lekin sen hech ish qila olmayapman. Buni o'zim hayron bo'lyapman. Xushonlarlik ish. Dedi cho'lpon kulimsirab turib. Nimishqa? Chunki sen yirtqich hayvondan tadrijiy holda insonga o'zgaryapsan. Tilingni yig! deb baqirdi. Qotillar va zolimlar inson emas. Sening o'tmishing yo'l to'sar qaroqchilardan farqsiz. Men jasur erkak bo'lishingni umid qilaman. Erkak kelimasining ma'nosini bilamsan? Oldinning nazarida erkak degan soqol burutliq, jang qilib safar quchadigan, xohlagan narsaga ega bo'la oladigan, boshqalarni o'ldirib, urib so'qib, g'animatlarga ega bo'ladigan, boshliqlari va raislari tug'ilgan sho'rga tug'iladigan, qaysidan qaysi irqqa tava bo'lishidan qat'iy nazar ayollar bilan ko'ngil xo'sh qiladigan bir maxluq. Bu ayolning bular bilan nima ishkina? Albatta. Dedi cho'lpon uningga bir qadah maysunib yaqinlashqach. Erkak bilan hayvonning orasida farq bor. Kishilarning hammasi mening kimligimni biladi. Bu odamlarning bir qismi sendan qattiq qo'rqadi. Yana bir qismi sening qo'l ostidagi askarlar. Shunga sen ulardan faqat ko'nglini xush qilgan gaplarni anglab tursan. Oldin cho'lponning mo'rilarini qattiq siqib turib, Meni nima qil deysan? Visolimizning prinsiplariga uyg'un bo'lishini umid qilaman. Lekin kuchliklar ojizlarni yengib olgandan keyin belgilab qo'ygan xato prinsiplar bo'yicha emas. Seni yaxshi ko'raman, cho'lpon. Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi deb shahodat keltirishing lozim. Bo'lmasa to'ylasha olmaymiz. Seni yaxshi ko'rganim uchun nima qilsang shuni qilaman. Kalima shahodatni ayt. oldin kalim shahodatni aytdi. Cho'lpon Askarlaringni odam o'ldirishdan to'sishing lozim. deb qo'shib qo'ydi. Ma'qul. Deganingdek bo'lsin. Bilaman, qo'rsqinglar ochdi, yerib ketdinglar. Amonliqinglarni va ayollarni arzulaysizlar. Agar bularga erishishni xohlasanglar, adolat bilan hukm qilishinglar kerak. G'alabanglar talon-taroj va vahshiylikning bahonasi bo'lolmaydi. Qattiqqo'llik va vahshiylik o'chmanlikka yo'l ochadi. Saodatning puruqini puriy olmaysizlar. So'zlaringni yoqtirib qoldim. Dedi oldin. Әмсә, маны әмді hürmetki ərzügidek biri buldum. Sarayga yakın yerde Molla Abdurrazak isimlik bir ölüma var. Berip onu bu yerge başlap gel. Onun huzurida şahadet etkin. Hikayemizni okup koysun. Oldin o'ng'aysizlik his qilib, nima qilarini bilolmagandek bu yoqqa qarashga boshladi. Buni ko'rgan cho'lpon o'rnidan chachrab turib, qora choyshobni elib kuchsiz artdi va Sel saqlab tur. Hozir onu başlap kelman. Qochib bendigichi bo'lma. dedi Oldin uyqusidan uyg'ongandek cho'chib. Agar shunday qiladigan bo'lsam, butun shaharni qon ko'liga aylantirib o'taman. Cho'lpon uningga ranjigandek qarab qo'ydi. Og'zini yumib, jim o'tir.